Hurmatli vatandoshlar, mototsikl ishlab chiqarish bo'yicha dunyoni ko'zga ko'ringan davlatlari bilan bemalol raqobatlash olayotgan Buxoro Lochin mototsikl zavodimiz tomonidan xalqimiz uchun 2024-yilga yangi modelimiz taqdim qilinyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, qadrli mijozlar, bu modelimiz 2 tonna yuk oladi va eng muhimi bu modelimizni bortini razmeri 240 ga 140. Bu modelimizda hurmatli mijozlar, qadrli kuzatuvchilar, balon razmerlarimiz 13 ga 5,5 bo'lib, 63 lik vilkalar qo'yilgan. Motorollerimiz oldi tomondan alohida dizayniga albatta baho berib qo'yasizlar. Bu modelimizni benzin baki 22 litr benzin oladi, rasxodi 100 kilometrga 6,5 litr. Bu modelimizni tablosida benzin qoldig'imiz va tezlik ko'rsatkichimiz va dvigatel bosimini ko'rib tursak bo'ladi. Rul priborlari juda ham sodda va chiroyli joylashgan. Bu modelimizda sideniyalari eko ko'jadan bo'lib, dvigatelimiz 320 kub injektorli dvigatel joylashgan va oldi tomondan radiatorlik. Qadrli kuzatuvchilar, bu modelimiz samosval bo'lib, bu samosval sistemamiz ensha bilan ishlaydi. Antifriz bachoklarimiz motorollerimizni yon qismida joylashgan. Va eng muhimi, bu modelimizda tormoznoy sistemalarimiz JITX bilan ishlaydi. Akkumulyatorimiz bo'ladigan bo'lsa 28 amper. Bu modelimizda ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar, silindrimiz 2 talik silindr joylashgan. Bu modelimiz haqida yana ham qisqacha ma'lumot olish uchun video ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib yoki Lochin Telegram kanallaridan ma'lumot olsalaring bo'ladi.